2025-yil O'zbekiston Texnologik metallar kombinati uchun yuqori sur'atda amalga oshirilgan loyihalar va sanoat taraqqiyotining yangi bosqichiga chiqish yili bo'ldi. Ishlab chiqarish rejalari izchil bajarildi, mehnat unumdorligi oshdi, mahsulot sifati yangi bosqichga ko'tarildi. Jumladan, jahon kritik minerallar ta'minot zanjirida O'zbekiston ulushini oshirishga qaratilgan bir qator yangi loyihalar faol bosqichga chiqdi. Bu esa TMKning kon metal bozor tamoyiliga asoslangan to'liq integratsiyalashgan ishlab chiqarish modeli samaradorligini yana bir bor isbotladi. Amalga oshirilgan ishlar, erishilgan natijalar ortida avvalo inson omili turadi. Shu bois yil yakunlari munosabati bilan o'tkazilgan TMK tarkibidagi nodir metallar va qattiq qotishmalar ishlab chiqarish zavodida tashkil etilgan bayram tadbirida zavod jamoasining eng munosib xodimlari alohida e'tirof etildi. Mana shu zavodimizga, O'zbekistonimizga ozgina hissa qo'shganimdan judayam men xursandman. Uyli, joyli bolalarimni qildim. Mana shu zavodning orqasidan. Shu zavodga men judayam minnatdorchiligimni bildiraman. O'zbekistonimizning kelajagi buyuk bo'lsin, zavodimiz ham kelajagi buyuk bo'lsin. Tadbirda ishlab chiqarishda yuqori natijalarga erishgan, tashabbuskorligi va kasbiy mas'uliyati bilan jamoada o'rnak bo'lgan xodimlar tantanali ravishda taqdirlandi. Xususan, soha ravnaqi va texnologik taraqqiyotiga uzoq yillar davomida halol va fidokorona mehnat bilan munosib hissa qo'shgan 26 nafar xodim TMKning oliy darajadagi mehnat faxriysi ko'krak nishoni bilan mukofotlandi. Bugun mana chiroyli bayram bo'lyapti korxonamizda. Kamtarona mehnatlarimizni mehnat faxriysi ko'krak nishoni bilan taqdirlashdi. Biz bundan juda ham xursandmiz. 2026-yil hammaga omad, baxt olib kelsin. Shu qatorda o'zimni oilamni ham, ota-onamni ham shu bayram bilan tabriklayman. Ushbu ko'krak nishoniga ega bo'lishimizga sababchi ota-onalarimiz, ularga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. 2004-yildan beri shu zavodda ishlab kelaman. Mana bugun zavodimizda ko'krak nishoni medalini menga taqdim etishdi. Shuncha yildan beri qilib kelgan ishlarim mukofoti bo'ldi bu. Hamma yurtdoshlarimizni, hamkasblarimni, rahbarlarimizni bayram bilan tabriklayman. Hamisha mana shunaqa bayramlarimiz ko'p bo'lsin. Tadbir bayramona kayfiyatda davom etib, samimiy tabriklar va musiqiy chiqishlar yangi yil shukuhini yanada boyitdi. Afsonamasmi?